insonni atrofidagilar kuruk deb qo'yamiz hozirgi kunda. Mana shu kurugi belgilab beradi uni kimligini. Mana shunaqa bolalarni ko'rdim. O'zi saviyali bola. Kuruk saviyasiz bo'lganligi uchun kuruk bilan birga ketaman deb, shu kurukdan ajramay deb turib, kurukni saviyasiga tushyapti. O'zi saviyali bola, lekin kurugi saviyasiz bo'lganligi uchun u bechora shu kurugini saviyasiga tushadi. Ya'ni kuruk tanlayotganingizda sizni saviyangizga mos kuruk tanlamasangiz, u sizni baland saviyangizdan ham tushirib qo'yadi pastga. Insonning kurugi ko'p narsani belgilab beradi. Siz kimlar bilan yurganingizga qarab, siz kimligingizni bilsa bo'ladi. Chunki inson tushunchalari bir xil bo'lgan insonlar bilan yuradi. Tushunchangiz boshqa bo'lsa, hatto er-xotin ham ajrashib ketadi. Chunki insonni tushunchalari bir xil bo'lsa, dunyo qarashi bir xil bo'lsagina u bilan gapingizga to'g'ri keladi-da. Dunyo qarashingiz boshqa bo'lsa, siz albatta u bilan yurmaysiz. U bilan gapingizga ham to'g'ri kelmaydi. Endi siz havas qilgan kuruk, siz dunyo qarashingiz bilan bir xil bo'lmagan bo'lsa yoki siz dunyo qarashingizdan past saviyasiz bo'lsa, shu kurukka kirib olishingiz o'zingizni pastga urishingiz hisoblanadi. Yoki o'sha kurukka kirib uni saviyali qiling yoki shu kurukdan chiqib keting. Nimaga desa, u kuruk sizni saviyangizni pasaytirib tashlayapti. Ya'ni kuruk atrof muhiti insonni, uni kimligini belgilab